Sizlar so'radinglar, biza bo'lsa ishladi. Uzum tezkorda nech pulgacha pul topish mumkin bir kunda? Shu haqida. Bizga обязательно подписка bosib qo'yinglar, biza bo'lsa kettu. Birinchi navbatda akkaunt popga topishga ancha qiynaldi, lekin sizlar uchun ilojini qildik. Uzumda o'zi smenalar bor ekan. Biz birinchi smenada soat 10 dan 4 gacha ishladik va faqat Chilonzor rayonida yurdik. 6 soat ichida 10 ga yaqin zakaz qildik. Oqtepa, Maxway, Jizzax Cafe, Fidab, KFC, Les Sileslarga borib, zakazlarni mijozlarga tashidik. Oqtepa Qatortol, Farxatskiy, даже Shofayzga ham borib keldik. Yo'lda ancha charchadik. Даже mamnaqa joylardan ham yurdik. Hamma ishi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Nima ham deymiz, chidaymiz. Kontentimiz agar sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ying. Ishqilib zakazlarni hammasini o'zini vaqtida olib borib berdik va keyin telefoninglar Android bo'lishi shart ekan. Ishlayverib, vaqt qanaqa o'tib ketganini ham bilmayman. Kecha ham tushdi, ish ham tugadi. Bugun uzum tezkorda topgan pulimiz 6 soatda 210 ming so'm bo'ldi. Sizlar 210 ming so'mni necha soatda topasizlar? Kommentlarda yozib qoldiringlar. Topgan pulimizni bu ishni qiyinchiligini tushunganligimiz uchun oddiy obzorga ishlatib yormadik. Albatta davomini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin bo'ladi.